Men 20 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan Po'latova Durdona Ne'matovna oliy toifali akusher-ginekologman. Shuningdek, bu sohadagi yo'nalishim barcha ginekologik kasalliklarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha faoliyat olib boraman. Bunday kasalliklar kichik chanoq a'zolaridagi yallig'lanishlar, tuxumdon kistalari, bachadon miomalari, birlamchi ikkilamchi bepushtliklar, to'rchi infeksiyalari, homiladorlikni 9 oy davomida nazorat qilish hamda klimaks davridagi barcha asoratlarni davolash hamda ularni oldini olish bo'yicha shug'ullanaman. Bundan tashqari barcha ginekologik operatsiyalarni estetik ginekologiya sohasida faoliyat olib boryapman va asosan bularda bizda o'tkaziladigan operatsiyalarimiz bachadon tushib qolishlari, siydik tutolmaslik hamda genitaliya sohasidagi noestetik nuqsonlarni bartaraf etish bo'yicha ham operativ yordam ko'rsatamiz. Agarda sizlarda yuqorida sanab o'tgan kasalliklardan birontasi bezovta qilsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Corona Medline jamoasi sizlarga xizmat ko'rsatishdan xursand bo'ladi.